hali o'zbekchaga tarjima qilinmagan, lekin men o'zimiz nashriyotlardan iltimos qilib o'zbekchaga tarjima qilishlarini so'raydigan kitob. Ann Brante Neznakomka iz Whitehall. Meni nazarimda bu kitobni har bir ayol qiz o'qib chiqishi kerak. Ayniqsa 18-21 yoshda va endigina turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlar o'qishi kerak. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun aynan 18-21 yoshdagi qizlar, turmushga chiqish arafasidagi qizlar deyapsiz, deyishingiz mumkin. Chunki bu kitobda aynan turmushga chiqishga noto'g'ri inson tanlagan ayol haqida berilgan. Bu kitobda bosh qahramon qiz bo'lajak turmush o'rtog'ini xulq-atvori, aqli va unga bo'lgan munosabatiga qarab emas, balki uni tashqi ko'rinishi, ko'rkamligini ko'rib, sevib qolib turmushga chiqadi unga. To'ydan keyin turmush o'rtog'ini qilgan ishlarini ko'rib, qanchalik adashganini tushunib yetadi. Lekin shunda ham u ayol umid qilishdan to'xtamay, turmush o'rtog'ini o'zgartirishga harakat qiladi. Lekin hech narsa o'zgarmaydi. Turmush o'rtog'i hattoki u ayolga xiyonat ham qiladi. Lekin shuncha yomonliklarga qaramay, bu ayolni shunchalik matonati, irodasi kuchliligiga qarab sizlar hayron qolasizlar. Hattoki qanchalik ayollik vazifasini bajarganiga qarab. Bu kitobni hammasini aytib bermadim. Men bu kitobdan shunchaki parcha aytib berdim. Kitob ismini yana bir marta aytib o'taman. Neznakomka iz Whitehall. Ann Bronte. Hozirda bu kitob o'zbek tilida mavjud emas, rus va ingliz tillarida o'qisangiz bo'ladi, lekin men juda ham xohlardim o'zbek tiliga tarjima qilinishini. Agar sizga bu kitob qiziq bo'lgan bo'lsa va o'zbek tiliga tarjima qilinishini xohlasangiz, izohlarda o'z fikringizni bildirib, menga bu videoni ko'tarilishiga yordam bering.